ikkita o'zbek Polshadan Portugaliyagacha bugun bizning 33-kunimizda ob-havoni ko'ryapsizlar, o'zingizlar juda ham issiq. Sumkalarimizni hozir mana shu yerga joyladik, daraxt tagida. Do'stim, nima deysiz? To'g'ri qiyin bo'lyapti, Çok bo'lyapti. O'g'il bola sifatida shuna bo'lish kerak, hayot do'stim. shunaqa bo'lishi. Friday now. It's Fridayda. Biz outside'damiz, biz safar qilyapmiz. Biz yo'lni kashf ketyapmiz. Ikkita o'zbek. To'g'risini ham aytadigan bo'lsa, yo'llar umuman yo'q. Slovakiyada вообще yo'l yo'q ekan. Oyoqlarimiz o'sha dabdala bo'lib ketdi. Issiq ikkinchi tomondan hozir biz mana bu tog'ning o'rtasiga kirib ketishimiz kerak, ko'rasizlarmi? Ketishimiz kerak. Tog'ning tepasiga chiqishimiz kerak. Juda ham ko'pchilik aytadi, nimaga unaqa kam yurasan, unaqa. Bolalar agar shunaqa duxuylar bo'ladigan bo'lsa, ozgina chiqinglar-da, 20 kilolik, 16 kilolik sumka bilan ozgina bo'lsa ham yurib ko'ringlar. Agar unaqa bo'lmaydigan bo'lsa, relsni bemalol o'tkazib yuborsanglar bo'ladi. Biz sizlar uchun emas, biz O'zbekiston uchun, yaxshi insonlar uchun harakat qilamiz, o'zimiz uchun harakat qilamiz. Inshaalloh biz manzilimizga qanaqa bo'lmasin, baribir boramiz. Liboy negativ bo'lsin, boshqa narsa bo'lsin, biz mentallik kuchli insonlarmiz. Inshaalloh manzilimizga ikkita o'zbek birga boramiz. Bizlarni qo'llab turinglar, O'zbekiston. Dunyo titragan temuriylarim bor, al-Buxoriy navoiylarim bor.